Assalomu alaykum va rahmatulloh. YouTube'dagilar, kuzatuvchilar hamma zo'rma, charchamayapsizlarmi? Polshani Lodzi shahridan alangali salom hammaga. Ko'pdan beri bu videoni qilamiz deb yurdik. Yevropaga kelish bo'yicha hamma so'rab, Yevropada fura haydaymiz. 2022-yil yozdan beri salkam 3 yil bo'layapti o'zi. Yevropaga qanday fura haydashga ishga borsak bo'ladi deb so'rayotganlarga bu videoni qilyapmiz. Furaga, stroykaga ishga kelsa bo'ladi. Hozirgi kunda Litva, Latviya, Estoniya, Polsha, Xorvatiya, Slovakiya, Serbiyaga ham bitta yarim kelib turibdi. Germaniyaga ham kelyapti, faqat Germaniyaga nemis tilini B2 darajadami bilsa kelyapti nemis tilini. Shunday gaplar do'stlar. Endi furaga qanday ishga kelinadi? Hozircha Telegramda ham guruhim bor. Telegramdagi guruhni ham qoldiraman. Videoni pastga, YouTube'ga, kommentariyaga Telegramdagi guruhni ham qoldiramiz. Telegramdagi guruhdan ko'rib, savol-javob qilib, qanday kelish bo'yicha yana ham qo'shimcha savollar bo'lsa, beraverasizlar. Kommentariyaga, pastga, videoni pastiga, kommentariya qismiga, muhokama qismiga Telegram guruhni silkasini qoldiraman. Telegramga a'zo bo'lib qo'yib, savollar bo'lsa javob berib so'rab turaverasiz. Endi Yevropaga ishga kelishga kelsak, Yevropaga ishga kelishni tartibi, agar fura haydamoqchi bo'lib kelaman deganlar, birinchi o'rinda CE kategoriya bo'lish kerak. BSdan keyin CE kategoriya bo'lish kerak. Keyin chip karta bo'lish kerak. Chip karta Toshkentdan olinadi. Toshkentda transport vazirligining yonboshida nima bor? Ilmiy tadqiqot markazi bor. Shu yerdan Ruminiyada yasalib chip kartalar jo'natilyapti. O'zbekistonda Ruminskiy o'z deb yozib chip karta berilyapti Toshkent transport vazirligida. Shu yerdan chip karta olinadi. Keyin ADER degan sertifikat kerak. Birinchi CE kategoriya kerak bo'lsa fura haydash uchun, keyin ikkinchi kerak bo'layotgan narsa chip karta kerak, uchinchi kerak bo'layotgan narsa ADER sertifikati. ADER degani opasniy yuklarni tashish, ya'ni xavfli yuklarni tashish uchun ruxsatnoma. U ruxsatnoma ham Toshkentda Bunyodkor stadionni oldida Bilimin Trans degan o'quv markazi bor, ana shu joydan olinadi. Chip kartaga hozirgi kunda dastavkasi bilan billa Pirlajeniyadan olinsa 1 million 300 emas, hozir tushib qoldi. Shu 1 million bilan 1 million 300 ming o'rtalarida, aniq pulini narxini bilmayman. Keyin nima 1 million 300 1 million 400 ming ADER karta olish, ya'ni xavfli yuklar tashish uchun ruxsatnoma olish. U 5 kun o'qishi bor. Bunyodkor stadionni oldida chap tarafda Bilimin Trans o'quv markazi bor. 5 kun o'qiydi va ADER karta olinadi. Mana shu uchovi kerak. Keyin Yevropaga fura haydash uchun, stroykaga ishga kelish uchun ham sudlanmagan bo'lish kerak. 4-narsa. Furaga ham, stroykaga ham kelaman deganlar sudlanmagan bo'lish kerak. Chunki masalan, Yagona darcha davlat xizmatlari markazidan olasizlar sudlanmaganlik haqida. Nesudibmiz, ya'ni sudlanmaganlik haqida nima deydi? Ma'lumotnoma olasizlar. Sudlangan bo'lsangizlar, sudlanganini odam yechtirmaguncha Yevropaga chiqolmaydi. O'zbekistonda ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik bilan sudlangan. Endi ma'muriy pul to'lanadi, uni aniqini bilmayman, lekin jinoiy javobgarlik bilan 1 yil, 2 yil qamalib chiqqan odam Yevropaga oqlanib, hokimiyatdan, o'zini viloyatidan, hokimiyatdan sudlanganligini yechtirib, mana bazadan sudlanganligini oqlattirib, keyin davlat xizmatlari markazidan ma'lumotni olganda nesudibmiz, ya'ni sudlanganlik topilmadi degan qog'ozni bergandan keyin Yevropaga ishga chiqadilar. Sudlangan odam Yevropaga ishga kela olmaydi. Mana shunday. 5-narsa prava подтверждения. CE, BS pravani viloyatni qaysi tumanidan olgan bo'lsangizlar, prava подтверждения, pravani haqiqatan ham bizlardan oldi degan tasdiqnomasini beradi. Ana keyin mana shu 5-6 ta dokument kerak bo'ladi furaga ishga kelish uchun. Endi furaga ishga qanday kelinadi? Furaga mana shu 5 ta narsa sizda bo'lsa, bu yerdan sizga Latviyadanmi, Litvadan,
Polsha yo Slovakiyadan yoki Chexiyadanmi yo Germaniya qaysi davlatga kelayotgan furaga ishga kelmoqchi bo'lganlarga bu yerdan sizga viza uchun priglashение jo'natadi. Qarang, Latviya, Estoniya, Polsha, Germaniya mana shu davlatlarga furaga ishga kelmoqchi bo'lganlar viza bilan keladi. Bu yoqqa kelgandan keyin ID karta, vitna jilisi, vaqtinchalik yashashga ruxsatnomani bu davlatga kelgandan keyin olinadi. Bu Germaniya uchun, Estoniya uchun, Latviya uchun va Polsha uchun. Mana shu 4 ta davlatga viza rejimi bilan kelinib, bu yoqqa kelgandan keyin ID karta yoki nima olinadi? ID karta yoki VNJ olinadi. Vitna jilisi vaqtinchalik yashashga ruxsatnoma ID kartasi ham shu 2 yillik, Germaniyaniki 3 yillik pasport bo'ladi. Polshaniki ham 3 yillik, Latviyaniki 2 yillik vitna jilisi va keyin Estoniyaniki ham mana shu 2 yillik bo'lishi kerak. Mana shunday do'stlar. Keyin endi Litva bor. Litvaga, Slovakiyaga kelayotgan odamlar birdaniga vitna jilisi va O'zbekistondan Slovakiyaning yoki Litvaning vizaviy sentriga dokument furaga bu yoqdan Migris kod jo'natadi sizlarga. Logistika firma. Migris kod degani, ya'ni logistika firma sizga kod jo'natadi. Shu отпечаткаga, Toshkentga отпечаткаga kirib chiqish uchun bu Litva bilan nimaniki? Slovakiyaniki. Chunki ukam Slovakiyada, Slovakiya firmada Italyan mashina Italiyada ishlaydi, Milanda, lekin qo'lida vinejisi Slovakiyaniki. O'zimning rodnoy ukam ishlaydi. Mendan keyingi ukam. Bundan oldingi videoda ham Avstriyada uchrashganimiz qo'yganmiz. Shunday gap do'stlar. Litva bilan Slovakiyaga O'zbekistonga Migris kod ochrat olib beradi o'zlari. Bu yerdagi logistika firma ochrat olib bermaydi. Migris kod taylab beradi. Litva ko'proq olib beryapti, Slovakiya olib bermaydi. Slovakiya ham bir xil olib beradi, bir xil olib bermaydi. 50 ga 50 Litva bilan Slovakiya. Logistika firma O'zbekistonda vizaviy sentrga, Slovakiyaning Litvaning vizaviy sentriga ochrat bir xiliga olib beryapti, bir xiliga olib bermayapti. Olib bermasa ham Migris kodni sizga beradi. Shu kod orqali siz Toshkentdagi internet yaxshi tushunayotgan blogerlarga yo nimalarga murojaat qilib, hakkerlar bo'lmaydi, shunga o'xshagan bir internetda ochrat olib bergich, shunday internet sohasini yaxshi tushunayotganlar bo'lsa, kompyuteri bo'lsa, qo'lda olib beradi ochrat. U ham xarajati bo'ladi 300 ming, 500 ming, 1 milliongacha ochrat olib beradi. Keyin birdaniga O'zbekistonda o'zidan Litva bilan Slovakiyaga qo'lingizga 2 yillik vitna jilisi va vaqtinchalik yashashga ruxsatnoma ID kartani olib bu yoqqa ishga kelasiz. Bu furaga ishga kelish rejimi. Xorvatiyaga kelayotganlar ham xuddi boyada vizaviy. Xorvatiyaga furaga ishga kelayotganlar ham viza bilan keladi. Xorvatiyaga kelasizdan 2 yillik ID kartasimi, 3 yilligini olaverasiz. Bu furaga. Endi stroykaga kelayotgan bo'lsak do'stlar, stroykaga kelish nimalar kerak? Stroykaga o'zimizni tanish akalar dokument qilib jo'natyapti odamlarni. Stroykaga betonshek, shpaklovshek, armaturshek, svarshek, addilshek, mana shunday 5 ta 6 ta o'zini stroykaga kelish uchun o'zini turlari bor. Stroykada hali oyliklar haqida ham aytaman. Stroykaga kelish turlarini aytayin. Stroykaga ishga kelish mana shunday do'stlar. Stroykaga O'zbekistonga xuddi Germaniyaga, Latviyaga, Estoniyaga, Xorvatiyaga, Polshaga mana shu 5 ta davlatga stroykaga ishga kelayotganlar viza bilan keladi. ID karta, vaqtinchalik yashashga ruxsatnoma ID karta yoki vitna jilisi bermaydi. O'zbekistondan qizil pasportga, zagran pasportga vizani uradi. Nimadan? Vizaviy sentrlaridan yo posolstvolaridan uradi. Shu bilan stroykaga ishga kelasizlar. Endi stroykaga mana shu 5 ta davlatga vizaviy rejim, boya aytganimdek Slovakiya bilan Litvaga kelayotganlar, O'zbekistondan Slovakiya, Litvaga stroykaga ishga kelayotganlar birdaniga O'zbekistondan vizaviy sentr yoki Slovakiyani, Litvani O'zbekistonda vizaviy sentri bo'lsa, Slovakiyani posolstvo yoki Litvani vizaviy sentridan olasizlar ID karta, ya'ni 2 yillik vaqtinchalik yashashga ruxsatnoma beradi, shu bilan kelasizlar. Stroykaga kelish shunday bo'ladi. Dokumentlarga kelayotgan bo'lsak, stroykaniki ham xuddi shunday. Stroykaniki faqat prava kerak emas, chunki mashina haydalmaydi stroykada. Stroykaga nima kerak? Stroykaga diplom qilinadi. Diplom qilasiz, sudlanmaganlik haqida guvohnoma qilasiz.
staj kerak emas. Yo staj ham kerakmi ekan? Stajni ham aniq bilmayman. Keyin Telegram guruhda YouTube'ga kommentariyaga qoldirsak, Telegram guruhimga kirsangiz, stroykada ishlab yurgan bolalar bo'lsa javob beradi. Staj kerakmi stroykani, kerak emas. Endi O'zbekistonda shu firmalarda bo'ldi. Savolga javob topildi. O'zbekistondan Straightelni firmalardan diplom qilib beradi sizga. Uni ham qanchadir pulga 500 ming 1 million shu atrofida mana shu stroyka shu firmamizda ishlagan degan sizga diplom qilib bersa Straightelni firmalar, shu diplomda ichida o'zi stajini ham qilib beradi. Shu ikki diplom bilan staj o'zi bitta narsa bo'lar ekan. Keyin stroyka kelish uchun ham yo sudlanmaganligi haqida ne sudimiz guvohnoma, sudlangan bo'lgan odam ham stroykaga ham ishga Yevropaga kela olmaydi do'stlar. Mana shunday. Keyin yana nimalar kerak? Keyin shu buyoqdan migris kod yoki priglashina boya 5 ta davlat priglashina qolgan 2 ta davlat migris kodlar tayyorlab bersa, vizaviy center yo posolstvolarga ochiratga qo'yib, ochiratni o'zingiz olasiz yoki buyoqdan firma olib beradi. U kelishilgan holatda bo'ladi. Streykaga mana shunday holatlarda ishga kelsa bo'ladi do'stlar. Endi oyliklariga kelayotgan bo'lsak, Yevropada, Furada o'rtacha oyliklar o'zim 3 yildan beri ishlab yuribman. Germaniyada akalar ishlayapti, ukam Italiyada ishlayapti. Keyin Belgiyada ishlayotgan bolalar bor. Slovakiyada, Litva, Latviya, Shvetsiyada ishlayotgan bolalar bor. Furada oyliklari o'rtacha 80 euro, 90 euro bir kunga. O'rtacha $85 bo'ladi. O'rtacha $85 bo'ladi do'stlar. U degani $85 degani O'zbekiston puliga 1 million atrofida, 1 million 950 ming 1 million atrofida bo'lsa kerak. Shunday Furada bir oyda o'rtacha bu yerda bir oyda o'rtacha 2300-2400 euro, o dollarga $80-85 bo'ladi. Bu Furani oyligi. Lekin Germaniyalarda ishlasangiz kuniga $90, $95 euroga olasiz. Belgiyalarda, Shvetsiyalarda ishlasangiz kuniga 100 euro beradi, u $110 bo'ladi, 105 shu atrof bo'ladi. O'rtacha $80-85, euroga 75-80 euro bo'ladi. Bu Furani oyliklari Yevropadagi. Chunki YouTube'dagilar qanday borsak bo'ladi Yevropaga ishga, shu haqida ham video chiqaring degan akalarga bu videoni qilyapmiz. Foydamiz tegib qolsa yaxshi. Sherga kelib baribir endi O'zbekiston, o'zimiz hammamiz musulmonmiz, o'zbekmiz, alhamdulillah robbil alamin. Bu videolarni shu qilishdan maqsad birovga ozroq bo'lsa ham foydamiz tegib qolsa degan maqsadda. Unday like, payk degan narsa kerak emas. Prosta bu hobbi deylik-ku. Hobbi. Unday yomon videolarni ham ko'radi odamlar internetga, shunga ham megabayt ketadi. Bitta bo'lsa ham xabar olib qolsa o'ziga yaxshi. Endi do'stlar, stroykani oyliklariga kelayotgan bo'lsak, stroyka oyligi lekin Yevropada uncha zo'r emas. Furanikicha emas-da. Litvaga, Estoniyaga, Estoniya, Slovakiya, Xorvatiya mana shu davlatlarga kelsa, o'rtacha stroykani oyligi 1500 euro. O'rtacha 1300 ham bo'lishi mumkin. Bu masterlardiki emas, bu пособник, yordamchilar. Master usta bo'lib kelsangiz, kafel terishni, kirisha tom yovushlarni, fasad lubbayni, santexnika ishlarini bilsangiz, suvarka, beton qilish, noldan to atida uyni chiqib ketsangiz stroykada, unday bolalarga bu yerda o'rtacha 2500-2000 euro oylik, dollarga 2200, 2100, 2200, 2600 dollargacha u masterlar oylik o'rtacha. Oldi 3000-4000 gacha ham bo'lib ketaveradi. Belgiya, Germaniyalarga kelib qolsa ishga, stroykaga. Mana shunday tilni bilish kerak. Endi bu oyliklar, endi til darajasiga kelayotgan bo'lsak, til qanday tillar bilish kerak Yevropaga kelish uchun? Yevropaga kelish uchun Latviyaga, Estoniyaga, Litvaga, Polshaga, Xorvatiyaga, Slovakiya. Mana shu 6 davlatga kelsa, rus tilini bilsa paydiyot. Всё, по-русски язык пойдёт. Rus tili bo'laveradi. Mana shunday. Lekin Germaniyaga to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistondan kelmoqchi bo'lganlar P2 tilni bilishda 2 ball, 3 ballik tilni bilish sertifikati bo'lsa, Germaniyaga kelsa bo'ladi. Keyin qolgan davlatlariga bu yoqqa kelgandan keyin ingliz tili kerak bo'ladi do'stlar. Ingliz tilini bilgan odam Yevropada qiynalmaydi. O'ris tilini bilgan odam qiynalishi mumkin, lekin ingliz tilini bilgan odam qiynalmaydi. O'ris tilini bilgan odam ham qiynalmaydi. Faqat Furada yoki stroykaga kelasizda, o'zingizning boshlig'ingiz ham russkiy говорящий, rus tilida gapiruvchi bo'lsa,
unday bo'lsa qiynalmaysiz. Lekin bir ko'ryapmiz, eshityapmiz, polshalarga bolalarga furaga ishlanmayapti, chunki tilni polyak tilini bilmaydi. Polyaklar hozir Ukraina bilan Rossiyani urushi bo'lganda o'ris tilini gapirsangiz yomon ko'rib qolgan. Polshaliklar o'ris tilini gapirsa bilmaydi. Polshcha gapir deydi, polshacha gapir deydi. Mana shunday. Bu mana shunday o'rtacha Yevropaga kelish bo'yicha, ishga kelish bo'yicha o'rtacha tushuncha sizlarga do'stlar. Qolganini YouTube'ga videoni joylaymiz inshaalloh. Hozircha men o'zim parkingda turibman. Hozir parkingni ham ko'rsataman. YouTube'ga videoni joylaymiz. Pastga kommentariy muhokama qismiga Telegram gruppani silkasini taylab qo'yaman. Yevropada Qashqadaryolik furachi degan Telegramda ham chiqadi. O'zim Qashqadaryo Chiroqchidanman, bilmaganlarga. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyel MFY, Chiyeldanman. Go'sht makonidan deydik. O'zi Yevropada 3 yildan beri ishlab yuribman. Yarim kilo go'sht yelmay qoldik. 200 gramm bilan to'yib qolyapmiz. Oldin yarim kilo go'shtlar urib beraylik, pishgan go'shtni ham. Shunday gaplar, hazil. Kommentariy qismiga silkasini qoldiraman Telegramda. Telegramga a'zo bo'lsangizlar, endi Telegramda ham bir 850 900 ga yaqin odam bor. Yevropada stroykada, furada taksi qilib yurgan, firmalarda ishlab yurgan bolalar ko'p. Men bilmaganlarim shu. Bilmaganimcha qolganini Telegram gruppada muhokama qilinib, savol-javob beraverasizlar. Telegram gruppaga a'zo bo'lib qo'yingizlar. Yevropada keyin Yevropada endi to'liq furada qanday ishlash, ish rejimlari haqida xabar bermayman, chunki bu videoni Yevropaga qanday ishga kelish bo'yicha qo'yamiz deb nima qildim. Yevropaga keyin endi oxirida bitta savol bo'lib qoladi, chunki priglasheniya bilan Migros kod qayerdan olinadi degan. Migros Litva bilan Slovakiyaning Migros kodlarini logistika yoki streytelni firmalar jo'natadi sizga. Ular sinovdan gaplashasiz, WhatsAppdan va Viberdan yozishib, adil kadrlari bilan yozishib olasiz Migros kodda. Qolgan 5 ta aytgan davlatimga priglasheniyalar ham xuddi shunday adil kadr menejerlari bilan gaplashib, sizga priglasheniya beradi. O'zbekistonning viza sentriga dokumentlar taqdim qilib, olib borib, atpechatkasiga kirib, dokumentlarni qilib ishga kelaverasizlar do'stlar. Mana shunday sog' bo'lingizlar. Hozir parkingni bir ko'rsatay, mana turgan joyim mana shu. Mana bu tarafda furalar turibdi. Polshadaman do'stlar. Bu tarafda hojatxona duvishlari, odamlar dam olib o'tirib nima qilib kelayotgan joyda video qilindi. Mana shunday do'stlar, sog' bo'lasizlar.